Odamda qalbi hasaddan, kuykanaylik, kibrdan, o'zini katta olish, adovatdan, dushmanchilik, g'illag'ash, maraz, g'arazdan manetdagi qalbi toza bo'ladi. Keyin o'sha odam yaxshi bo'ladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. U mullami, to'rvagimi kitob o'qib o'rganmi, 3450 ta shogirdi bormi, katta ustozmi, imommi, qorimi, domlami, mahallani oqsoqolimi, farqi yo'q. Agar qalbida o'sha yomonliklar bo'lsa, eng dinida rasvo odam o'sha odam bo'ladi. O'sha odam bo'lsa, biling, siz o'shanaqasiz. Kim bo'lsiz ham, necha kirgan bo'lsiz ham. Tozalang meni qurg'urdi. O gurut masjidda bor qalb. Tozalang mashina. Tozalaylik azizlar. Yuravermaylik batli kirlar bilan. Ko'zga ko'rinadigan kirlar bor. Faqat Alloh ko'radigan